ersiz katta qilayotgan onalar bor, farzandlarini menga savol bilan chiqishadi. Mana men otasiz katta qilyapman farzandimni. Farzandimda ertaga muammolar tug'ilmaydimi? Otasiz o'sgani uchun. O'shalarga javobim, agar ona nevrologik tarafdan sog'lom bo'lsa, har xil isterik holatlarga uchramasa, o'ziga bo'lgan hurmati normal holatda bo'lsa, va farzandini birlamchi kerakli ehtiyojlarini qondirib kelsa, u bilan fikrlashsa, uni fikrini eshita olsa, uni tushuna olsa, sog'lom muhitda tarbiyalashga harakat qilsa, samimiy munosabatda bo'lsa, farzandlar otasiz o'sganini unaqa qattiq og'riqli o'tkazmaydi va kelajakda sog'lom va normal farzand bo'lib yetishishga sababchi bo'ladi. Agar farzandingizni otasiz tarbiyalash davomida ichingizda qo'rquvingiz bo'lsa, har xil depressiv holatlarga uchrayotgan bo'lsangiz yoki ichingizda kuchli vahima bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. O'sha metodika bo'yicha ishlab sizni farzandingizni kelajakda ham aqlan, ham jismonan katta bo'lishiga o'zimni hissamni qo'shaman.